Ustoz bilmagan sirlar. Ustoz o'shanda qishda esingizmi, mushtaring oyog'i og'riyapti deb kelmagandek, a to просто sovuqligi uchun kelgimiz kelmagandi. Ha, bilaman, ko'pchilik dars qoldirgandi. Ustoz esingizmi, sizga 3 soat mo'q ishladik degandi, lekin o'sha 2 soat telefon ko'ruvdik, 1 soatgina ishlagandik. What? Qaysi payt? Ustoz, men har doim kecha qolayotgan paytimda boshqa ishlarim bilan yurgan bo'laman. Lekin bu yoqqa kelganda sizga boshqa narsa deb aytaman. Bilaman. Ustoz, men sizga har doim o'shalarni olib qilib kelaman deb aytaman, lekin yarimma ishda qilib olaman. Bilamiz. Ustoz biz Dilbar bilan kech kelamiz. Darsimiz ko'payib ketdi deb o'shanda obed qilib o'tirgan bo'lamiz. Biqinlarni. Nice. Etiklarda ichida qolib ketgan dardlarni e'tiboringizga hozir. Siz writingni ideyalarni o'zi yozdim deyman, o'z-o'zim yozmagan bo'laman, ChatGPTdan olgan bo'laman. Keyin bizani mo'kka yakshanba kun chaqirganingizda biz siz oldingizga maktabga yakshanba dedimmi? Siz bizani mo'kka chaqirgan paytingizda uyda ishlarimiz bor deb uxlab yotgan bo'lamiz o'sha paytda. Zo'r so'zlasizlar. Gap yo'q. Ustoz bilmagan sirlar.